Universitetdan chiqib endi ostanovkaga qaytib ketayotdim. Endi nemis tili darsini o'tish kerak. Bu ostanovka botanika bog'i 8:15dan 9:45gacha dars bo'ldi. Bugun Germaniyaning mana shu shahrida transport strayk deydi. Transportlar, haydovchilar ish tashlash e'lon qilgan. Haqiqiyan ish tashlash emas, balki ishdan bo'shab ketmaydi. Shunaqa prosta ishga chiqmasdan 2 kun strayk qilishyapti. O'shanga hozir transportlar bir kelib bir kelmay shunaqa, xullas kim ishga chiqqisi kelmasa ishga chiqmaydi. Shuni oxirida oyliklarni ko'tarishga harakat qilishadi. Bu hozir mana Meldung Warnstreik shunaqa. Lekin menda problema bo'lmasdan o'qishga, darsga yaxshi yetib keldim. Mana shu joyga kelganimda mana shu xabar turibdi ekan. Doska bu har xil ma'lumotlar turadi, planlar, qachon avtobuslar yurishi yoki tramvay. Mana shu yerda bo'lsa eng baland joydagi tramvay ostanovkasi deb yozilgan ekan. 617 metr balandlikda turibman ekan.